Men rosta shunaqa narxga beraverishyaptim. Namuncha arzon bu. Xonadon egalaricha Makkada porno ishlaydi, o'sha yoqqa shoshyaptilar, ishga chaqirishyapti. Makkada por o'zbek restoranida deb eshitdim. Shunaqa, ha. Xo'p, bu xonadonimiz bor. Men sizlarga narxini-chi 89 ming narxlab qo'ydim. 93-95 chaqirish 89 mingga narxlab qo'ydim. Kisani qaranglar, chiroyli gap yo'q lekin bor. Mana pastki yo'ldan bu yoqqa qaragan sirlikan bosib qo'ysanglar, xudo xolisa, keyin obzorini qilib beraman. Bosinglar. Bo'ldi. Bu yoq zalimiz bo'ladi, ko'rishinglar mumkin. Shunda pardalar 500 dollarga qildirganman-da, qolar ekan pardalar lyustralar. Bu yoq bitta katta hol, hamma joy lyustra pardalari qoladi, xudo xolisa ko'rishinglar mumkin. Juda chiroyli, akkuratni. Xo'p, chap tomonimizda sanuzelimiz bo'ladi, ko'rishinglar mumkin. Xo'p, endi o'rtada bitta kuxnamiz bor. Ko'rishinglar Chiroyli mumkin. zo'r joy ko'rsating savdo. Bir suti hovliligi bor. Orqada bir suti hovlisi ham bor, ko'rasizlar. Oldi kichkina hovlisi, orqada katta hovlisi bo'ladi. Hop, bu yerda bitta spalniyamiz bor. Ko'rishinglar mumkin. Hop, endi podvalni ham bitta xona qilib qo'yishgan, tepaga chiqib ko'rsatadigan bo'lsam, oynani kattaligini ko'rasizlar ekan. Gap yo'q lekin bor. Hop, tepaga chiqqanimizda 4 ta xona bo'ladi, chap tomonimizdagi xona. Hamma xonalar katta bo'ladi. Bu yerda yana bitta xonamiz bor. Remontlari sveji bo'lib turibdi. Bu yerda yana bitta detskiy xonamiz. Har bitta xonamiz ham o'zining oynasiga ega bo'ladi. Xo'p, bu yerda bitta sanuzelimiz bor. Bu xonadon sizlarga 89 ming dollarga beraveramiz. Narxi bor. To'da narxda turibdi. Lokatsiya keladigan bo'lsa, Toshkent postidan to'g'ri 5 kilometr kirganda, Tutsor havasida yonida joylashgan bu xonadonimiz. Kimga qiziqsa, mana pastga telefon qilib, tez baraka qilib yuboramiz.